nima? Minecraftda mod qo'yish videolar olar ekanmi? Zo'rot bola ekanmi? Men ham olib ko'rishim kerak. Menga ham bir ideya keldi. Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Aktion. Sizlarga bugun men Minecraftga mod qo'shish va modlarni qayerdan yuklab olishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi o'rinda, agarda ilovadan tortmoqchi bo'lsangiz, Play Marketdan shunchaki qidiruvni, poiskni bosib, Minecraft mod deb yozasiz va shunday ilovalar chiqib keladi. Sizlarga eng yaxshi beradigan maslahatim Maka Pedal for Minecraft. Shu mod ilovani yuklab olishingizni tavsiya qilaman. Agarda sizlar horror mod olmoqchi bo'lsangiz, bu yerda ham horror mod bor. Bu albatta men hammasini tortib ishlab ko'rganman. Hattoki men videoda ham, ya'ni men rasmda ham bu mod juda ham qo'rqinchli, lekin buni tushunish ozgina qiyinroq. Bu yerda Mimiker va Herobrine modlar ham bor. Agarda qurol mod qo'shmoqchi bo'lsanglar, sizlarga eng yaxshi beradigan tavsiyam bu Play Marketga kirib Project JJK mod na Minecraft deb yozsanglar, qidirasizlar va mana shu yerda chiqib qolishi kerak. Hozir chiqib mana to'rtga Minecraft olsangiz, bu Minecraft hamma modlar bor. Anime mod, tekstura mod, map mod yoki qurol mod, horror mod va realistik shader modlar ham bor. Shuni yuklab olsangiz, sizlarga hammasi bir ilovadagi mod ilovani tavsiya qilaman. Albatta bu ilovalardan bir mod sizga yuklab berishni o'rgatib beraman. Yana Telegramdan ham yuklasa bo'ladi. Buning uchun shunchaki craft mod deb yozasiz va modus deb yozar ekansiz. Craft modus deb yozsangiz shunday chiqib keladi. Va bu yerdan ozgina qotyapti. Sabr qilib turasizlar endi. Mana shunday modlar chiqib keladi. Sizlar bu modlar bilan mazza qilib video olib o'ynashingiz mumkin. Qarang, shuncha mod. Albatta men hozir sizlarga bittasi, albatta bu yerda haqiqiy Minecraftning APK'si ham bor ekan. Hozir sizlarga men bir mod qo'shib sinab beraman. Albatta men o'zim yoqtiradigan qurol modini qo'shib beraman. Bu qurol modi albatta o'zbeklarniki. Albatta o'zbeklar qo'shgan bu modni. Hozir sizlarga qo'shaman. Ko'rsatib beraman. Haqiqiy Minecraftni ham yuklab olishni o'rgatib yurganman o'tgan safargi videoyimda. Bu videoyimda umuman boshqacha. Minecraftga kirib olasiz va mana endi import started chiqadi va kutasiz ozgina. Va playni bosasiz. Va yana bir bor create world bosasiz va yana pastga tushasiz. Backpacks deganni bosasiz va mana bu yerda modlaringiz turadi. Albatta men qurol modini qo'shib ko'raman. Bu yerda agar buni ham qo'shib qo'ysangiz, albatta sizning modingiz ishlaydi. Bo'lmasa ishlamay qolishi mumkin. Bularni esa yoqib chiqamiz va yerini bosamiz va biroz kutamiz. Do'stlar, agarda vaqtimiz talaygina bo'lsa, sizlarga bir savol bermoqchiman. Nega hali ham shunday foydali videolarni ko'rib, bir marta bo'lsa ham like yoki obunani bosmadinglar? Iltimos, yozma oxirigacha birga bo'laylik. Qani, tezroq kira qolgin endi. O'la qol. Albatta bu Minecraft qotadigan telefonlarda sekinroq kiradi. Qotmaydigan yangi olingan yoki xotirasi ko'pga chidaydigan telefonlar esa tezroq kiradi. Meniki esa prostoyroq. Shuning uchun sal tezroq kirdi
va menda shunday holat bo'lib qoldi. Nima? Yo'q, animatsiya qo'shmabdi, faqat qo'lga qo'shibdi. Qani kreativga o'tamiz va qurol bo'limini tanlaymiz. Bu yerda hech qanday narsa yo'q. Bu yerda ikkita konus turar ekan. Qani do'stlar, bu mod ishlamadi. Yo, men oxirigacha yuklab olmaganman. Boshqa modni ham ko'rsatib ko'rishim mumkin. Telegramga kiramiz va bu modlar ishlamas ekan. Demak, biz Minecraft Mods Bedrock'ni bosamiz. Bosganimizdan so'ng shunday sayt chiqib keladi va biz bunday saytda hozir kerakli mod topib olaydi. Xo'sh, qidiryapman. Mana shu modni qo'shib ko'ramiz. Bunda realistiklik va ozgina hunarmandchilik, ya'ni craft bor ekan. Mana shunday hamma modlar chiqib keladi. Qo'shamiz. Minecraftni bosamiz va kiramiz. Qani do'stlar, video sifatli chiqmagan bo'lsa mendan emas. Disiplinni bosamiz va chiqibdi. Qani kreativ bosamiz va birozgina kutamiz. Do'stlar, oldingi mod o'xshamagani uchun meni kechirib qo'yasizlar. Bu men emas, ishlab chiqaruvchilarning oxirigacha ishlab chiqarmaganini sababi. Qani tezroq kira qol endi. Do'stlar, yana bir marta so'rayman, like va obunani umuman yemanglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi-ku. Qani bo'la qol, kira qol. Do'stlar, men agarda Minecraftni sizlar so'rasanglar, videosini rasmli qilib chiqaraman va rasmsiz qilib chiqaraman. Xohlasangiz Minecraftni o'zbekcha ham qilishni o'rgatib beraman. Buning uchun sizlar so'rasanglar bo'ldi. Mana bu mod o'xshadi endi. Mana bu seriallar uchun zo'r mod. Mazza qilib ishlatasizlar. Endi bu o'tarog'ini qo'yamiz. O'tga chiqib qolsa ham bo'lar ekan. Mana shunday modlar, buning bilan sahrolarda videolar olsanglar bo'ladi. Albatta shu modni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman.